Qiz yaxshimi yoki o'g'il? Qiz debdi ota shosha-pisha. Nega deb so'rashibdi. Yoshligimda onam eng shirin taomlarni pishirib, oxirgi luqmasini ham meni og'zimga qo'yardi. Yesam ko'zlari quvonardi. Keyin uylandim. Ayolim shirin taomlarni pishirib menga berar, yesam o'zi yegandek xursand bo'lardi. Keyin o'g'il ko'rdik. Dasturxonda nima yegim kelib ko'zim tushsa, o'g'lim o'shani mendan oldin olib shartta og'ziga soladi. Mendan oldin ulgurib qolganiga xursand bo'ladi erimiz. Keyin qiz ko'rdik. Dasturxonda o'tirsak, qizim o'zi yaxshi ko'rgan yegulikni olib menga yedirmoqchi bo'ladi. Yesam xursand bo'ladi. Xullas qiz boshqachada dermish. Qiz bola otasi uchun jannat eshiklarini ochadi. So'ng turmushga chiqib, halolini yarim dinini himoya qiladi. Ona bo'lgach esa jannat oyog'i ostida bo'ladi. Agar bu so'zlar asl ma'nosi tushunilganda edi, butun dunyo musulmon erkaklari qiz farzand tug'ilishdan xursand va g'ururlangan bo'lardi.